Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun biz dunyodagi eng notinch 5 ta davlat haqida gaplashamiz. Bu davlatlarga sayohat qilishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rishingizni maslahat beraman. Demak, ketdik. Xo'p. Global Pace Index 2025-yil ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha eng notinch mamlakatlar ro'yxati e'lon qilindi. Bugun sizlarga shu ro'yxatda yuqorida turgan 5 ta davlat haqida gapirib beraman. Bu mamlakatlarda urushlar, siyosiy beqarorlik va og'ir ijtimoiy vaziyatlar hukmron. 5-o'rinda Yaman. Yaman Yaqin Sharqda joylashgan davlat. 2014-yildan beri davom etayotgan fuqarolar urushi mamlakatni inqirozga olib keldi. Husi isyonchilari va hukumat kuchlari o'rtasidagi janglarga Saudiya Arabistoni va boshqa davlatlar ham aralashgan. Natijada Yaman butun dunyodagi eng yomon gumanitar inqirozga markaziga aylandi. Millionlab odamlar ochlik va suv tanqisligidan aziyat chekmoqda. 4-o'rinda Kongo Demokratik Respublikasi. Kongo dunyodagi eng katta kobalt va mineral resurslariga ega. Lekin bu boylik mamlakatga tinchlik emas, balki mojaro olib keldi. Qurolli guruhlar resurslarni qo'lga kiritish uchun doimiy jang olib bormoqda. Mamlakatning sharqiy hududlarida fuqarolar muntazam hujumlarga uchramoqda. Qashshoqlik darajasi juda yuqori. Aholining yarmi kuniga atiga $2 ham kam mablag'ga yashamoqda. 3-o'rinda Sudan. Sudan o'nlab yillardan beri ichki urushlardan aziyat chekmoqda. 2019-yilda uzoq yillar hukmronlik qilgan Umar al-Bashir ag'darildi. Ammo siyosiy barqarorlik o'rniga yangi mojaro boshlandi. 2023-yilda hukumat va tezkor qo'shinlar o'rtasida boshlangan urush poytaxt Xartumni vayron qildi. Minglab odamlar halok bo'ldi. Millionlab fuqarolar esa qo'shni mamlakatga qochishga majbur bo'ldi. 2-o'rinda Ukraina. Ukraina ham urush oqibatida tinchlikni yo'qotgan davlatlardan biri. Millionlab odamlar uy-joysiz qoldi. Millionlab fuqarolar chet elga qochib ketdi. Xarkov, Mariupol kabi shaharlarda vayronagarchiliklar sodir bo'ldi. Shu sababli Ukraina tinchlik indeksi bo'yicha eng past ko'rsatkichlardan biriga ega. 1-o'rinda Rossiya. Azizlar, Rossiya 2022-yildan beri Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush olib bormoqda. Bu mojaro natijasida G'arb davlatlari Rossiyaga minglab iqtisodiy sanksiyalar qo'ydi. Harbiylashtirish darajasi yuqori, ichki senzura kuchli, matbuot erkinligi esa deyarli yo'q. Ayni paytda Rossiya tinchlik reytingida eng past o'rinni egalladi. Xulosa. Demak, Rossiya, Ukraina, Sudan, Kongo va Yaman bugungi kunda dunyodagi eng notinch 5 ta davlat sifatida qayd etildi. Ularning barchasi urush, siyosiy beqarorlik, iqtisodiy tanazzul va og'ir insoniy muammolar mavjud. Bu holat xalqaro hamjamiyat uchun ham jiddiy tashvish bo'lib qolmoqda. Siz qanday o'ylaysiz? Bu mamlakatlar kelajakda tinchlikka erishishi mumkinmi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.